Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Boyatdan beri o'zim gapirib video olayotgan ekanman. Video olmayotgan ekanman aniqrog'i. Rapisini yoqmay. Xo'sh, bugungi videoda biz topshiriqlarni bajarayotgandik. Yana ikkita mash karyerda yutsak bo'ldi. Topshiriqlar bajarib 5 ta olmoq olamiz. Sovg'alarni olamiz. Keyingi raqibimiz Atletico Madrid ekan. Ronaldoning olg'a. Atletico Madrid sostavidan Griezmannni olib qo'yishim kerak. U ketyapti Amerikaga adashmasam. Vau! Ajoyib zarba. Ronaldo kalla qo'ydi. Ronaldodan assist. Gabriel gol uryapti. Ajoyib gol. Xo'sh, yopishamiz. Ikkitalik yopishishni ishlataveramiz. Ikkitalik yopishning sirini bilsangiz kerak. Van Dayk qo'pollik ishlatyapti. Xo'sh, zarba bo'ladimi yoki uzatma? Uzatma bo'ldi va Saliba chiqarib yubordi. Vinicius koptongni ololmayapti, qanotdan qochyapti. Juliano Simeone, ammo Van Dayk sovuqqonlik bilan koptongni olib qo'ydi. Xo'sh, Vinicius qanotda. Ronaldo o'ta olmadi. Oxirgi lahzalarda harakat bilan qaytarib qolyapti Atletico Madrid himoyachisi. Xo'sh, xavfli hujum bo'lishi mumkin. Julian Alvares va Bruno Fernandes. Bruno kaptangni olib qo'ydi. Salah yugurmoqda. Viniga pas, Vinidan gol. 2-0 hisob 28-daqiqada. 2-0 ga yetdi hisob. Xo'sh. Ronaldoga pas o'tmadi. Va Ronaldo olmadi. Robertson, Vinicius Junior. Vini tezlikda kuchli bilasizlar. Ronaldoga pas, Ronaldogacha emas. Steindan zarba. Mana. Ajoyib o'yin ketmoqda. Van Dayk kallada oldi, Ronaldo 1-1 chiqmoqda. Zarba shu yerdan Darvozabon qarmoqda. Musso edi. Verdi, Ronaldo, Vinicius, Robertson, Stein, Vinicius, Ronaldo. Zarba 3-0. Birinchi taym 3-0 hisobi bilan yakunlanmoqda. Hozircha ajoyib ketmoqda. Kazemirodan kuchli o'yinchim bo'lsa ham Kazemiroga ishonaman. Chunki eski o'yinchilardan biri. Va Saliba yetolmayapti. Van Dayk nima bo'lyapti? Yaxshi yildiz. Kazemiro kaptangni olib qo'ydi Ronaldoga. Ronaldo o'tib ketadimi? O'tib ketyapti va yana o'tyapti. Ronaldo tezlik oldi. Ammo Lenormand kesib chiqdi yo'lini va Salibaniki bu kapti. Casemiro, Gabriel, Ronaldo, Dembele kaptangni oldirib qo'ydi. Ikkitalik yopishishni ishlatamiz va Ronaldoga pas, Ronaldo yildiz masofadan zarba noaniq. Yaxshi, hozircha 3-0 hisob. 2 match karyerda yutsak bas, 5 ta olmozda olib qo'yamiz. Mbappe qanotdan qochadi. Ichkariga uzatma. Rivaldodan zarba va gol. Hisob 4-0 ga yetib keldi 70-daqiqa. Nechta gol urarkanmiz? Buni vaqt ko'rsatadi. Yulduz to'pni olib ketyapti. Yulduz
Ortga aldab oldi. O'tib ketadimi? Yo'q, o'tolmadi. Kazemiro. Mana Dembeledan ham o'tib ketdi. Xo'sh. Saliba qo'pollik ishlatmoqda. Qanotga, yana qanotga. Saliba gavdasi bilan qaytarib yubordi. Burchak zarbasi. Voy. Gabrielnikimi desam, Gabrieldan kaptonni olib talla qo'yib. Gabriel o'rtaga qo'ymaymikini? Ishonch qolmayapti borgan sari. Qanotda Robertson ochildi. Robertson ichkariga. Uzatma beradi. Zarba va yana bir gol. Cristiano Ronaldo ikkinchi golni uryapti. 18-daqiqada. Joyi. Ronaldoga pas berib qo'yishdi. Ronaldoning o'zi bilan chiqib olamanmi? Xo'sh, oldirib qo'ydim. Hisob 5-0. Ajoyib o'yin. Birinchi o'yinda g'alaba va haftalik topshiriqni bajarib qo'yibmiz. Onamiz ovomasini. Xo'sh, yana bir match o'ynasak bo'ldi. Stone Carvajal. Endi kimni tushirsak ekan o'rtaga? Hujumga-da Immobileni anchadan beri o'ynatmadim. U ham yaxshi o'yinchi bo'lgan. Italiya Yevroni olgan yillari esimda. 2021-yil Italiya Yevroni olgan edi. O'shanda Ciro Immobile, Federico Chiesa sariq kartalilar edi. Ammo men Federiconi olishga ulgurmaganman. Yangilanish kelib qolgandan so'ng 88 reytingga tushib qolgan. Ya'ni ulgurmadim 80 reytingda olishga. Xo'sh, uzatma. Allohdan yaxshi uzatma edi. Zarba ham yaxshi chiqdi, ammo darvozabon o'z joyida edi. Bastoni. Carvajal Vini. Ichkariga uzatma. Ciro Immobile. Zarba va gol. Immobile. Xo'sh. Endi 15-daqiqaga ketayotgan 16. Yaxshi Saloh. Qanotda Vini. Ciro Immobile o'tib ketadimi? Ha, o'tib ketadi. Immobile. Shunchaki zarba bersam ham bo'lar ekan o'zi. Opatga hozirgi DLSda 2026da mana shu yangilanishdan so'ng juda ko'p qilib beradigan bo'lib qopti. Ya'ni oddiy vaziyatlarga ham qizil kartochka ko'rsatyapti. Steyndan zarbani qaytarib qolyapti. Himoyachi vaqtida ulgurdi. Steynning o'ziga qaytardik. Steyn ichkariga. Zarba. Gol! Qanday super gol! Sam Steyn tomonidan urilyapti. Federico Valverde assist berdi. Mana golni ko'rishingiz mumkin. Gol shunchaki ajoyib kirgan. 72 udar bilan Jivatgan shtangasiga tekizib kirgizib yubordi Sam Steyn. Steynning zarba kuchi 100 bo'lgani uchun ham yaxshi tepadi uzoqdan. Ko'plab gollarni Steyn bilan uraman uzoqdan gollarni. Xo'sh, Mamayli xotir kirib ketayotganda penalti ishlashyapti. O'zi har bitta videoimda penalti bo'lyapti. Shunaqa vaziyatlarda bor-ku. Uramasa yaxshi bo'lardi mana. Yaxshi Alisson. Mana shu Korean match o'ynasam doim penalti bo'lyapti-da.
Xo'sh, Bastoni bilan biroz yugurtiramiz. Qanotga pas berib yuboramiz. Qanotda Saloh esa Immobilega. Immobile bitta aldab Steyndan zarba. Yana bir super gol. Sam Steyn tomonidan urilyapti. Ajoyib gol. Birinchi taym 3-0. Xuddi birinchi o'yinga o'xshab. Ular hujumga o'tmoqda. Shunchaki o'tib ketib qolishdi. Van hozirgacha bo'lgan mana shu oxirgi 10 yillikda men Van eng kuchli himoyachi deb bilaman. Menimcha hamma ham shunday deb o'ylasa kerak. Bastoni to'pni olib qo'yyapti. Immobile Bappega. Bappe Udarius Bappeni teptirsak bo'ladi hozir. Kirib kelyapmiz shunchaki va zarba. To'singa tegib qaytdi va zarba. Dembele noaniq zarba berdi, ammo Bappe uning ustuniga tekkizib qaytardi. Tepara chiqardi. Immobile shtraf emasmi? Mayli. Yo'q, Rivaldo olib qo'ydi. Rivaldoning o'ziga pas. Zarba. Darvozada o'z o'rnida. Hisob hali ham 3-0. Bappe bilan qanotga qochamiz. Ichkariga uzatma bo'ladi. Rivaldodan zarba, gol. Rivaldo ajoyib kalla qo'ydi. Bo'yi 1.85. Ronaldodan 2 santimetr past. Ammo yaxshi, kalla qo'yish ham yaxshi. Uzoqdan zarbalar ham yaxshi beradi. Bastoni nahotki bu qizil bo'lsa. Bastoni ikkita sariq olib maydon tark etadi. Zarba yo'llamoqda. Qanotga pas yeta oladimi? Carvajal yeta olasanmi? Yetdi Carvajal. Yetmaydi deb o'ylagandim. Yaxshi Immobile. Carvajal. Gabriel hujumda yuribdimi? Dembele bilan qo'pol tashlagandim. Dembele. Qanotda Rivaldo o'rtaga uzatma. Va Chiro Immobile 5-golni ham urib qo'yyapti. Yaxshi, ikkala o'yin ham 5-0 ishonchli g'alaba bilan yakunlandi. Topshiriqlarni bajarib bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin, topshiriq bajarildi. Hammasi ham qo'lga kiritdik. Ertaga video olaman xudo xolasa. Ya'ni Gabriel Batistutani ko'rishingiz mumkin. Batistutani full qilib video olib ko'rsataman. 5 ta 100 chiqarishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Va bugungi video o'z nihoyasiga yetdi.